Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilamiz. Birinchi o'tgan haftadagi analizlarni bir martaga ko'rib, bir martaga keyingi haftalarga analizlarimizni berib boramiz. Demak, birinchi paramiz 1 soatlikka qarasak, 1 soatlikda o'tgan haftada analiz qilingandi. Tillada mana bu zonada cho'chish shakllangandi va bu yoq ham cho'chish, ya'ni trend o'zgargandi, bu tomon boz deb belgilagandik va narximizni keyingi haftada buy trend deb analiz qilgandik. Narx shu zonadalik paytda narx biroz pastga tushib keyinchalik ko'tariladi deb aytilgandi yoki iceberg zonalaridan reaksiya oladi deb aytilgandi. Narx shu zonaga FVG'dan kirmasdan ko'tarildi. Keyinchalik yana iceberg zonasiga kelib impuls bilan yuqoriga harakat qildi, ammo yetarlicha bos nuqtamizga kelmabdi. Endi keyingi haftaga qarashimiz mana shu ikkita likvidlik zonasi hozir bizda qolib ketmoqda. Mana bu bilan mana shu likvidlik zonasi bilan mana bu zonada buy side likvid qolgan, pastdagi sell side likvidda hozircha ko'proq sell side likvidiga yaqinroq narx ko'pincha o'ziga yaqin likvid tomon yuradi. Hozircha keyingi haftaga mana shu likvidni olishimizni kutishimiz mumkin. Bu masalan mana bu yerdagi biroz ko'tarilib narx mana bu yerdagi order bloklardan yoki shunchalik narxni o'zini shu joyni o'zidan dalish pastga ketishi mumkin. Joyni o'zidan dalish ketishi mumkin. Keyingi haftaga qarashimiz tilaga shu edi. Keyingi paramiz Bitcoin USD bo'ladi. Bitcoin USD o'tgan hafta 4 soatlikka o'tib olsak, narx bosqichoch shakllantirib borayotgandi. Bosqichoch bir xil shaklda bosqichoch shakllantirayotgandi. Keyingi haftada order blokdan reaksiya olib narx bosib tushishga ketayotgandi. Narx mana bu zonada kelgan payti 1-2 korreksiya qilib dalishi baribir shu bosni buzadi deb analiz qilingandi, ammo narx teskari nima qilib pastdagi cho'chlarni buzishga keldi va pastdagi cho'chlarni buzdi va trend hozir o'zgardi. Trend selvi trendga o'zgardi. Mana bu zonada bos hosil qildi. Mana bu nuqtamiz cho'ch. Bu nuqta bosdagi oqsaga hozir bizda bir nechta qaytish nuqtalari bor. Mana bu zonada break blok bor. Order blok deb belgilangan bo'ladi. Soatlik o'zgarsa USD bo'ladi. USD o'tgan hafta ikkita zona berilgandi. Mana bu yerdagi breaker block bilan order flow berilgandi. Narx trend o'zgardi va cho'ch nuqtani o'zi tepa cho'ch bo'ldi va hozirchalik narx sell trendga o'tgandi. Mana bu tomon boz narx qaytib mana bu zonadagi order flow zonamizdan yoki breaker blokdan pastga tushadi deb analiz qilingandi. Narx aytilgandek order flowdan reaksiya oldi va dalish pastga yurib berdi. Endi hozir trendimiz o'zgarish arafasida. Keyingi haftaga
o'rta strukturada trend o'zgargan. Baribir mana bu zonalarga kelib reaksiya olishi mumkin. Buni ehtimolli ekan. Bu zonalardan qaytish mumkin. Dalish hech bo'lsak. Lekin hozircha keyingi haftaga ko'proq buy kutyapman. Mana bu zonalarda FVG qolib ketgan. Mana shu FVG zonalariga kelib, FVGni to'ldirib dalish tepaga ketishi mumkin. Mana shu zonalarga qarab keyingi haftagacha USDga shu Euro USD damiz. Euro USDda Euro USD shu shaklda analiz qilingandi. Oldinda breaker blok qolib ketgan va order blok bu bozor kuni berilganligi uchun narx impuls bilan order blokimizni buzib o'tgan. Hatto order blokimizni yuqorida narx ochilgan, ya'ni buzib, ya'ni undan yuqoriroqda narx ochilgan. Breaker blokdan narximiz dalishi aytilgandek pastga tushgan. U yo bundan qaytish kerak deb analiz qilingandi. Ikkinchi nuqtamizdan qaytib mana bu iPostni buzib berdi. Keyinchalik bu yerdagi cho'chlarni buzib dalish narx buy tomonga harakatlanishni boshladi. Asosiy cho'chlarni ham buzdi mana. Hozir trend o'zgargan. Shunga ko'proq hozir trend buy bo'ldi. Buyga qiziqamiz savdolarga. Demak, mana bu zonada demand order blok qolib ketgan. Shu zonaga narx qaytsa agar risk hozircha demand kattaligi uchun kattaroq kirgandan keyin industrial yetishishini kutib savdoga kirsak ancha risklarimiz kamayadi. Endi buy hozircha ana shu zonalardan bunga keyingi paramiz endi USD payda o'tgan hafta berilmagandek hozir ham maslahat bermayman. Faqat yangiliklar bilan yuryapti, kuchli impuls bilan. Bir oylik yurgani masalan necha oy yurgan. Mana shu zonadan 11 maydan hozir iyulni 30-si qarab 3 oylik yurgan nimasini bir kunda yurib berdi. 3 oylik buyga harakatini bir kunda yangilik tufayli olib bo'ldi. Bunga o'ta riskli. Depozitni nol qilib tashlash ham mumkin. Bunga maslahat bermayman. Keyingisi AUD-USD bo'ladi. AUD-USD o'tgan savolda aytilgandiki, mana bu zona ishlab bo'lmaydi hozir. Bu zonada kuchli korreksiya deydimi? Flat yonlanma harakat bo'lyapti. Narx bosh nuqtani hosil qildi. Pastda flat nuqtadan pastga tushgan payt order flowdan reaksiya olib dalishi tepadagi boss buzishga keladi deb aytilgandi va narx aytilgandek order flowdan reaksiya oldi va tepadagi boss buzishga keldi va boss buzdi. Pastimiz cho'chcha. Demak, endi keyingi haftaga shu trend bo'yicha davom ettiramiz savdoni. Tepa yana boss nuqtamiz paydo bo'ldi. Agar narx korreksiya qilsa, bizda qaysi zonalar bor? Mana bu zonada order blok zonamiz bor. Bu discount zonada o'zi. Biroz pastroq olsa ham bo'ladi. Mana bu zonada order blok zonamiz bor. Biz discount zonada. Shunga narx shu zonalarga kelsa agar ochish ehtimolligimiz yaxshi, risklar kamayadi. Mana shu agar narx dalish davom etsa, qarashim keyingi haftagi narx ko'p ehtimol bilan ayb tepadagi mana bu zonani buzib, keyinchalik dalish shaklda harakatlanishi kerak. Mana bu zonadagi buzish kerak, mana ko'p ehtimol bilan mana shu zonani ana shu shaklda deb o'ylayman. Mana bu yerda bitta ana shu order blok qolib ketadi. Shu order blokdan keyingi haftaga order blokdan bir ishlab beradi. Qaysidir ma'noda. Endi demak, bugungi nimada parlardagi nimamiz shulardan iborat edi. Barchaga katta rahmat.